Assalomu alaykum. Mazali oshxona kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun qozon kabob tayyorlaymiz. Qizib turgan yog'imizga kartoshkalarimizni sovolamiz. Yog' ko'proq bo'lishi kerak. O'shanda chiroyli bo'lib qizarib chiqadi. Bir tarafi yaxshilab qizargandan keyin untarib olamiz. Yog'ini bir tarafini ham qizartirib olamiz. Menda 4 kishi uchun mo'ljallangan masalliq. Sizlar oila a'zolariga qarab masalliqni ko'paytirsanglar bo'ladi. Mana chiroyli bo'lib qizaryapti. Untarib turamiz. Juda ham chiroyli tilla rangi kelguncha qovurib olamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham yaxshi retseptlar hali oldinda. Mana kartoshkalarimiz chiroyli bo'lib qizarib chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Qip-qizil bo'lib. Hammasini olamiz. Qozonda ortgan yog'imizni boshqa idishga olib qo'yamiz. Uni boshqa ovqatlarga ishlatsanglar bo'ladi. Go'shtimiz uchun ozgina yog', 200 ml 1 piyola yog' yetarli bo'ladi. Shu shaklda to'g'rab olamiz go'shtlarimizni. Go'shtimizni qop-qora taliq joyini tanlab olamiz. Chiroyli chiqadi shunda. Qizib turgan yog'imizga go'shtlarimizni solamiz. Qovurishda davom etamiz. Yaxshilab qovuramiz. O'zi go'shti so'li chiqquncha qovuramiz. Hamma taraflarini aylantirib qovurib olamiz. Ozgina tuz sepib olamiz. Perprava tabga qarab. Menda universal perpravadan qo'shib oldim. Ozgina zira qo'shdim. Qovurishda davom etamiz. Soya sosdan 2 qoshiqda qo'shib olamiz. Yumshoq beradi bu go'shtimizni. Juda ham mazali ta'm beradi. Go'shtimiz tayyor bo'lib qoldi. Kartoshkalarimizni solamiz ustidan. Ustidan zira sepamiz. Maydalab oldim zirani. Kartoshkani qovurganda tuz qo'shmaganimiz uchun hozir ozgina tuz sepib olamiz. Kartoshkalar ustidan perprava bilan. Tuz sepib olamiz. Ustidan to'g'ralgan 2 dona piyozimizni solamiz. Qopqog'ini yopib 1 daqiqa dimlab qo'yamiz. 1 daqiqadan keyin 1 piyola suvni quyib yana dimlab qo'yamiz. 15 daqiqa o'tgandan keyin qopqog'ini ochib, yaxshilab aralashtirib, yana dimlab qo'yamiz 15 daqiqaga. Pishib chiqdi ovqatimiz. Tayyor. Suzib olamiz chiroyli qilib. Ustiga xohishga qarab to'g'ralgan piyozimizni ko'katda aralashtirib solsanglar bo'ladi. Ishtaha ochadi bu. Mana tayyor bo'ldi. Mana ovqatimizni tovog'imizga suzib olamiz. Atrofiga kartoshkalarni, o'rtasiga go'shtini qilib, chiroyli qilib suzib olamiz. Ustidan qozonda so'limizdan quyib yuboramiz. Ustiga to'g'ralgan piyozimizga ko'katda aralashtirib, ustiga sepsak bo'ladi. Ishtaha ochadigan bo'ladi. Juda ham mazali chiqdi, chiroyli chiqdi ko'rinishi ham. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bitta yurekchani qizartirib qo'ying yoqqan bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.